ilahiy tecelli qılgan bir muhitni barpo qilish orqali dunyo va oxiratning maqsadiga erishimiz lozim demoqchi. Cihat ve niyet var iken, ondaki cihatın aldan tayyorlik bo'lgan hicret ham mevcuttur demektir. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yapacak aldı. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Sharq Turkiston kun tartibi ochiq suhbat programmamiz davom qiladi. Bu programmamizga biz diniy olim Ibrohim Damollani taklif qildik. Bugungi programmamizda yana menga ma'lum bo'lgandek Xitoyning diniy besim siyosati bo'libmi bu Xitoyniki yaqindan buyon dinni cheklaganlikni inkor qilib bergan bayonotlari to'rbatlarda Xitoyning xabar axborot markazlarida e'lon qilingan xabarlarda dinni chekilmaganligi, ro'zani chekilmaganligi to'g'risida bir xil maqolalar, xabarlar yozilyapti. Bu to'g'rida biz diniy olim Ibrohim Damolla bilan suhbat olib boramiz. Hurmatli Ibrohim Damolla, sizlarga ma'lum bu Xitoy yaqindan buyon shunda dinni cheklayotganligi aniq, ammo lekin o'ziniki yaqindan buyon ta'kidlayotgan xabarlarda ro'zani chekilmaganligi, dinni cheklama bo'lmaganligi, Uyg'ur musulmonlarniki erkin holatda diniy ibodatni qilayotganligi to'g'risida unda bayonotlarni berdi. Hatto Jang Chunshan 200 ga yaqin diniy zotni to'plab o'tirib, birga iftar qilgan rasmlarni, xabarlarni taqdim unda biz shunda diniy erkinlik va degandek shunda bir dunyoga shunda bir uchur berishga tirishdi. Sizmi Sharq Turkistonda uzun yashagan, yerda madrasalarda o'qigan, diniy ibodat, diniy jihatdan yetishgan bir olim bo'lib chiqdingiz bilan Xitoyniki diniy siyosati qanday, yerda diniy besim bormi, yo'qmi bu to'g'ridagi ko'z qarashlaringizni olgan bo'lsak. Rahmat. Her narsani Bismillahirrahmanirrahim bilan başlayalımız. Tüzük. Onun için niyette Xitoyning insanlarning ko'zini bo'yash uchun shu yerdagi umum musulmon ammasining o'zining diniy tushunchasiga va hurlik, insoniy hurlik bo'lgan tushunchasining ojizligiga va hurlik tushunchasining tuvalligidan foydalanib Xitoy masalan bir qancha yuz mollani iftar ziyofati orqali qilganligi bu aniq kommunist sekretarining boshlig'ining dinni va musulmonlarni e'tirof qilganligi ya bo'lmasa ularga bir haq-huquqni berganligi ya bo'lmasa uning bir musulmonlarga kuyinganligidan derak bermaydi. Faqat u bo'lsa-mu yuqori degandek musulmonlarni har xil buningda kafir Xitoy sebepçi shunda onun bilimsiz bo'lishiga, bilimsizligidan foydalanib ichki va tashqi Jungoning ichidagi musulmonlarga va Jungoning tashidagi musulmonlarga shundaqla xalqaro jamiyatlarga bir ko'zbo'yamchilik qilish xarakteriga bir egish bu. Bu faqat Xitoyning ishi emas. Bütün yüzlük dünyadaki eksploatatsiya zalim kuchlarning mazlum musulmonlarni ularning og'zini jamlash uchun elib berayotgan qilmish ish harakatlari Xitoy shuning qatoridan sanaladi. Masalan, Isroiliya, Amerika va shunga o'xshash g'arb dunyosidami shu g'arb dunyosidagi madaniyleşken zalimlar, istibdatlar növbette Ramazan kelgan vaqtimizda ular bir siyosiy ikkiyuzlimchilik, ya'ni diniy atalg'i bilan elib aytganda munofiqlik siyosatini amalga oshirish uchun Ramazonda
mescitlerde ya bo'lmasa Müslümanlarga Assalamu alaikum deydigan, ya bo'lmasa şiptalarda şipta bir dua kıldırdıgan, Muşunda işte bütün izlik Müslümanlarını besiragan basma çıkışla kılıp gelmekte. Bu yüzden bu cümleden Xitay hakimiyeti mi ve yukarı diyen Komünist Partiyasının başlığı mı köz bu yaş için bu işlerini kılatıdı. Mesela dini erkillik diyen mesleği gelsek dini erkillik yok. Dini erkillik ba olanın yancığıdaki. Olanın sosyalizmine maslaşkan, komünizmine maslaşkan bir dini düşüncedeki dini zatlara erkillik var, şiptar var, aylık var, her nesi var. Ama ve de din eddi eşşer'al munezzel, eşşer'al mubeddel. Şunda bir din var, iki kısım din var dünyanın hem yerde hazır. Biri özgertilgen din, yani biri Allah Teala tarafından nazil bo'lgan din. Növbette dünyanın her kaysi katlamlarda ve şundaklı cümleden Şarkı Türkistan'da Allah Teala tarafından nazil kılınan din ölen mağamen digerlerge hiç yerde gün yok, günün nuru yok, rahat yok. Yani erkeklik diyen donga asla erkeklik diyen düşünmedi o. Erkeklik diyen o uzak gap. Ama din mübeddel olan bolsa, tigiştirilgen, özgertilgen din olan bolsa onun gün var. Ola ışıpta var, ola dini zatla, vatanperver dini zat, ya ki sıkılıp medeniyetlik dini zat atalmakta. Ve de meseleni verdiğinde yanılan Kur'an'da bir ayet var. Ve izâ tutla aleyhim âyâtuna beyinâtin kâlellezîne lâ yercûne liqâ'e ne'ti bi Kur'anin gayre hâzâ ubeddilhu. O kafirlara Allah'ın ayetleri, bizden ayetlerimiz tilavet kılınsa, Allah'a uçuruşunu ümit kılmaydıgan zalim kafirler, şuna dedi ki, ey peygamber, biz bu Kur'an'ı sığıramayız. Bu Kur'an bizi yakmaydı. Bu sen okuyatkan Kur'an'ın başka bir Kur'an geldi bizge. Bizge maslaş gerek. Bizden medeniyet seviyemizge, bizden umut arzularımızga, bizden zalim istibdat hakimiyetlerimizge, şundakla menvatkan yollarımızga ve mezlumlarının beşiği desip durup, ulanın kan terlerini içip durup, özümüzün ramaklarını yaşımızga münasebetli olan ve şundakla mezlumlarının beşiği desip durup, ulanın rahatsızlığının bedelige, biz rahatını kolak keltirdiğen, ulanın şakavatının bedelige, ulanın kıcınçılıkının bedelige biz rahat keltireleydiğen, şunu oturup koyalaydiğen, şuna bir Kur'an keltirgin. Ya bu Kur'an'ı yemişle. Bu Kur'an'ı kabul kılmayımız değil mi dola? Kabul kılmayız dedi. Ama bu Kur'an şuna bir Kur'an olsun ki, bizim siyasetimizge, havai hevesimizge, hakimiyetimizge, zulüm istibdadımızga, kollap kuvvetle bir en Kur'an buluş lazım. Şuna bir Kur'an geldi. Evbeddilhu. Ya ki bu Kur'an'ı yemişle. Bakmaz biz kabul kılamayımız dedi. Demek, ola şunda bir dinin siyaseti boğan, dinin en desturusu boğan Kur'an'ı kabul kılamaydıqalıqını bütünüzlük inkar kılmadı. Ama dedi ki, o Kur'an'ın inkar kıldığı yer ne derse, onun hakimiyetiga, zulüm istibdadıga ve mezlumlarını kakıştıp durup, öz rahat gördüğün bir hakimiyetiga, siyasi politikalarga, sistemlere karşı boğan Kur'an'ı kalmayız. Eğer bu Kur'an'ın bizden hakimiyetimizle maslaşkan takdirde, gel, bebiha ve nimet kollayımız dedi. Onun için onun dinde erkeklik berdik degeni özünün kayışığı siyasetlerge maslaşkan dinga ve dini zatlarga erkeklikке geldi. Ular iftarga geldi. Ameliyette Allah Teala tarafından nazil olan din, nazil olan hakiki Kur'an ehl olan bolsa, ularning iftarını vermeydi, salam mı kılmaydı, belki o alim özünü kül gayaladı, kör etti. Ene de sırt mesela, o alimler mı şöyle demiş ki, o alimler fakat özünün dinini, imanını setiş arkalık, Kur'an'ı setiş arkalık, özünün dinini munezzel, nazil boğan şekilde elip bağmasın, mübeddel kılgan. Dinini, Kur'an'ı özgertip, şularının siyasi hakimiyetleri maslaşkan bir şekilde oturup çıkan insanlar o. Eğer onda olmayan olsaydı, ola elbette bir kafirinin, Xitay'ın, komünist başlığının şiptalarına bağımgan bolattı, madem ki ahiretin degen bolsa. Onlardan sorsak ki sen dinin ne İslam deydi. Desturun ne Kur'an deydi. O Kur'an eneskeligini bildi.
dinning islom emas ekanligini biladi. Faqat musulmonlarni aldash uchun shunday deydi. Shuning bilan birga mazhabing nima desak, texnik ichkirilib turib, men Imom Azamning mazhabida deydi. Halbuki Imom Azam o'z vaqtidagi islom kuchlari, islom xalifalarining darvozasida bormaslik uchun, ularning qoziligini qilib desa, uni qilmaslik uchun albatta ki qamchib islom xalifasi deb atalganlarning turmusida o'ldi. Abu Ja'far al-Mansur Imom Azam shunday dediki, ey Abu Ja'far al-Mansur, nima deyapsan sen meni qozilik qilish vaqt olsun, sen agar Sham sherifdiki masjidlarni sanab kel desang vallahi sanamayman dedi. Iftar veriş vaqt olsun. Yani sen Şam Suriye zemindeki mescitlerini sanab kel ey İmam Azam desen men sanamayman dedi. Seni biz sorsak o iftar olgan mollani kimning mazhabi desang biz Hanefiyiz. Biz Hanefiyiz dedi. Qaysi Hanefiydan bas qilsan ki senin Hanefi bo'lgan ustozing İmam Azam Abu Ja'far al-Mansur'dan ibaret bo'lgan bir xalifaning masjidini sanamayman degan ustozing sen qopab enin tilini bilmeydiğen, enin örf adetini bilmeydiğen insanların kol aslında sen şiptasını yiysen ki senin kaysi iman, kaysi mezhep, kaysi Kur'an, kaysi vicdan, kaysi irade o. Onun için bu yerde mesele bu. Şunu deyimiz ki bu yerde dini erkillik yok, dini hürriyet yok. Eğer dini hürriyet ba, dini erkillik ba diyen olsa sosyalizmle maslaşkan bir dini erkillik mevcut. Münezzil bo'lgan Allah Teala tarafından nazil bo'lgan din üçün erkinlik yok. Allah Teala tarafından nazil bo'lgan dinni qabul qilgan ammaga, dini qilgan shaxsga, jamiyatga, musulmonlarga erkinlik yok. Ve yuqor degandek din munazzal emas, balki mubaddal bo'lgan, tegishtirilgan, o'zgartirilgan din tutgan ve o'zgartirilgan dinning aqsidan mang'an, ana shu dinni sosyalizmga, komünizmga moslashtirgan insonlarga hürriyet mevcut. Onun dini erkinlik var degeni, yani şu öz yasap çıkan, mubaddal olan dini erkinlikni demekçi bir yerde. Ama Allah Teala tarafından nazil kılınan dinga, dinni ammaga, dini ergeç kişilerge elbette ki erkinlik yok. Bu böyle. Yani bir tarafı eğer dini erkinlik olduğun olsa, nime için ürümçilerinin koçalarda ve şundakla Aksu'da ve Xoten'de, Kaşgar'da dini erkinlik olduğun olsa, nime için uzun kiyim setiş memnu tosalgan, uzun kiyimlerini dükkan seliş çeklengen ve çoğu romanlarını seliş çeklengen ve nime için undakta insanların kiyimi ölen hepleşken, hatta ki heminiz tızınızın üstünü yok giysiz, uzun kiyimlerini giymezsiz ve şundakla helil yağlık atsız, büyük çoğu yağlıklarını atmayısız degen. Eğer dini erkinlik olsa, dini erkinlik yok, asla erkinlik yok. Asla hürlik yok. Xitay özü mü bilmeydi o erkinlik degen neme? Hürlik degen neme? Eğer hürlik olduğun olsa, erkinlik olduğun olsa, chet elga chiqqanlarni nemish surishtirsiz, chet el bilan chiqqanlar bilan bir ata-onalar bilan telefon aloqa qilganlarni nemish surishtirsiz. Hattoki diniy erkinlik olduğun olsa, tayyor Amerikada veya bo'lmasa Yevropada o'zingiz chiqargan o'quvchilar mavjud. Şu o'quvchilar ata-onasi telefon qilsa deydi ki, "Bolam amal bor kirma, bu yerning vaziyati yaxshi emas. Uning uchun sen kirmasliging yaxshi, ashad tug'uning yaxshi" degan telefonlarni biz quloqlarimiz bilan anglaymiz, uni kutib olamiz. Unda qo's diniy erkinlik bo'lgan bo'lsa, nima uchun bizning madaniyatimizda bir insonning ata-onasidan ayrilishi, bolaning onasidan ayrilishi yoki bo'lmasa ananing bolasidan ayrilishi bu mumkin emas. Insonning vijdoni bu musulmonning vijdoni qabul qilinmaydigan masala. Nimadan? Nimaga? Agar musulmonlarga erkinlik bo'lgan bo'lsa, 5 yoshlik bolalarni, 2 yoshlik bolalarni tashlab, analar, ota-onalar chiqishga majbur bo'ldi. Shuning uchun Xitoy deymiz ki, biz musulmonlarning madaniyati Xitoyga o'xshamaydi. Sana o'xshash faqat oldimizga kelganimizni yeydigan, og'zimizga kelganimizni deydigan, o'zimiz topgan balığı o'zimiz ega olmaydigan va o'zimizning ota-onamiz qayirgandan keyin enaga ega olmaydigan bunda bir madaniyat bizda mavjud emas. Tarixdan buyon bundan keyin mavjud emas o. Buning uchun bundak bir zulm, istibdod bo'lmaydigan bo'lsa, xotinlar erini tashlab, aylar xotinini tashlab va ota-onalar kichik bolalarini tashlab qanday chiqqan bo'ladi? Biz amaliyotda o'zimizning bolalarini, qizini, o'g'allarini 20 yildan buyon hattoki jurik bir şekilde telefon bilen sözleşemeyiz ki.
Onun için dünya insaniyetlerine, dünya Müslümanlarına bu alakalı için demek ki bütün izlik Xitayning o'tirib qo'ygan narsalaring hammasi saxta, yolg'on, kazzoblikdan iborat. Ya'ni insoniyatning bugungi kundagi xalqaro vaziyatning, xalqaro insonlarning ko'zini bu yoshdan derak bergan narsa endan boshqa narsa yo'q emas. Endan boshqa agar bu Xitoyning erkinlikka, insoniylikka, insonlarning vijdoniga, irodasiga, insoniylikning odamiyligiga, hurligiga, huquqiga uringan, eni depsandi qilgan narsalarni xalqaro bildiki, dunyo bildiki, onun uchun uni deb tugatkila olmaydigan narsa. Shuning uchun Xitoyning dinda erkinlik bor degani to'p-to'g'ri %200 yolg'ondan iborat narsa. Bulda ko'p rahmat sizga, haqiqatan muhim nuqtalarni o'tirib qo'ydingiz. Alloh razı bo'lsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun sizlarga Xitoyning diniy bosim siyosati to'g'risida ilib olgan suhbatimizni diqqatingizga sundik. Bugungi programmamiz shu yerda oxirlashdi. Keyingi programda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar.